Opa, erimdan pul so'rasam, kasha pampers olib berayotganini minnat qilaveradi. Endi eringizniki oshib-toshib yotibdi-yu, sizga bermayaptimi? Singlim nima bo'lyapti, ayting. Siz aytmayapman, lekin ba'zi bir tupoy ayollar bor. Eri o'zi oylikka ishlaydi, mashinasi arenda bo'ladi, o'tirgan uy gohida kvartira bo'lishi mumkin. Erkak jonivar tishini tishiga qo'yib, ishlab, kechqurun taksilik qilib, shu 1 so'mmi 2 so'm qilay, bir narsaga erishay, shu hatto arenda mashinani o'zimniki qilay deb ishlaydi. U ayol o'tirib olib, menga pul bermayapti. Menga qilmayapti. Otalar so'zi ham hayotdan olinadi, to'g'risida. Bilasizlarmi, eriga hech shukur qilmaydi-yu. Gohida erim menga pul, men yozasizlar, menga erdan pul olishni o'rgating deb. Shunaqa o'rgatishdan oldinchi eringizni puli bormi, yo'qmi o'sha narsani o'ylang. Men blogerman, yaxshi pul topaman, bilasizlar. Lekin mana shu qizimni kashasi, pampersi yemirib yoradi. Allohga shukr yetkazolman, lekin yemiradda, to'g'risi ancha pul ketadi. Erkak kishiga pampers ishlatirkansiz ko'tiga, emizmas ekansiz. Sal bunday qilib turing, bola chiqsin, keyin beradi pul sizga kashadan chiqsa.